Salom do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videorolikka bizda Instagramdagi qiziqarli trek videorolikchalar tomosha qilamiz. Video ostiga like bosib kanalimizga albatta obuna bo'lishni unutmang. Güzel sözlerin asal sensiz menga bo'lmasal. Men Hazratim Abu bilan boshqa FIFA o'ynamayman. Meni qo'lim qiyshiq va men joystikka to'g'ri usha olmayman. Bundan buyon shu o'yindan keyin men uni uy bekasiman va barcha buyruqlarni bajarishga tayyorman. Diqqatingizni qaytarish uchun 10 ta solo missiya. Bismillah. Bir kunda bitta butun kitobni o'qib tugating. Tushunyapsanmi? Qalbimdagi tuyg'ularni eshitishingiz kerak. Barcha yoshlar ko'rish kerak bo'lgan top 3 ta film. Birinchisi ijtimoiy tarmoq. Men sizlarning kodingizni ishlatdimmi? Sen bizni g'oyamizni o'g'irlading. Tinchlaninglar. Match.com Garvarddagi talabalar uchun. Agar ular sizni yoqtirmasa, demak, siz bilan hammasi joyida. Mabodo ular sizni yomon ko'rishsa, demak, siz eng zo'risiz. Jose Mourinho. I am Jose Mourinho. To'ppa to'g'ri. Vaziyat senga qarshimi? Baholarning pasayib ketyapti. Siz bilan hayotimni, kelajagimni ko'ra olmayapman. Xuddi erkin qushga o'xshab, xohlagan ishingni qilyapsan. Erkaklarning hissiyotlari bo'lmaydi. Hamma taniydigan, hatto futboldan xabari yo'qlar ham kimligini biladigan inson haqida lavha tayyorlash chindan ham mushkul. Mushkulligi shundayki, u haqda aytilmagan gapning o'zi qolmaganida. 2003-yili Manchester United libosini kiyib maydonga tushibdiki, uning parvozi tinmagan. Shu paytgacha dunyo shu yigit atrofida aylanmoqda. Uning o'yinlarini muhokama qilmoqda. Unga muxlislik qilmaydiganlarga hech bo'lmasa u dushman, kamida dushman. Xullas, usiz futbol muxlislari yashay olmaydilar. Agar adashayotgan bo'lsang-chi? Agar adashsam ham nimani ham yo'qotardim. Wow, to'xta. Nimaga bunaqa chiroylisan-a? Agar kimnidir chiroyi uchun qamash kerak bo'lganda, albatta birinchi bo'lib seni qamashgan bo'lardi. Ko'chada qizlarga gap otadigan, qis qiladigan bolalar. O'sha qiz orqasiga qaytib oldinglarga kelib qolsa, o'zinglarni yo'qotib qo'yasizlar-ku. Tarbiyani qayerdan olgansizlar? Ta'limni qayerdan olgansizlar? O'zi O'zbekistonda bitta hayvonot bog'i bor-da. Maymunlar bo'limi o'zi kichkina. Qanaqa qilib ulgurasizlar ta'lim olib chiqqan? Ayolga erishgisi kelgan, lekin erisha olmaganlarni normalniy erkaklar jamiyatda lo'q deyishadi-da. Gap otganinglarda lo'q bo'lib qolmayapsizlarmi? Bu na bir madaniyatga to'g'ri keladi, na dinga to'g'ri keladi, na tarbiyaga to'g'ri keladi. O'zinglarni yig'ishtirib olinglar. Ayollar o'zini go'shtdek Конечно, to'ppa to'g'ri. qolmasin ko'chada. Ko'chada yovvoyi hayvonlar ko'p bo'lgani uchun qizlarimiz haqida xavotirda yashamaylik. Ko'chada qizlarga gap otadigan, qis qiladigan bolalar. O'sha qiz Cristiano Ronaldo yoki Messi? O'zing tilab olding. You asked for it. Endi mendan qarzdorsan. You owe me what? You owe me big. You owe me one. Qanday qilib? How come? O'ylab ko'raman.
Buni endi nimaligini kommentariyada siz yozib qoldiring. I win. There's things I wanna say to you, but I'll just let Qiz bolani to'qchilikda, o'g'il bolani yo'qchilikda katta qilish kerak deyishadi. Bu qanchalik to'g'ri? Ayol kishi agar aniq bilaman 18-20 yoshda Ertalabgacha ham sotolmaysan-ku bularni. Ha, aytgancha. Seni dadang tashlab ketganmi? Baba Tobi Maguire o'rgimchak odami legenda bor-ku. Eng trogательный momentlardan. Bolaligim haqida gapirishni unchalik ham xohlamayman. O'tmishga chuqurlashishni yomon ko'raman. Kim u yerni titkilasa, o'sha yerda qolib ketadi. Har kim boyib ketib, hayotdan rohatlangiz keladi. Har kim, Toni, bu haqiqat. Odamlar qandaydir sirli retsept bor deb o'ylashni xohlashadi. Seni boshqalardan ajratib turadigan qarashlar va qoidalar. Bu juda oson. Retseptim bilan bo'lishaman. Menda 3 ta qoida bor. G'alaba qozonishning 3 ta qoidasi. Birinchisi, dunyo bu tartibsizlik, xaos. Dunyo bu tartibsizlik, Toni. Javob qaytarish kerak. Qat'iyatli bo'lish kerak. Hujum qil, hujum qil, hujum qil. Agar kimdir senga qarab pichoq bilan kelayotgan bo'lsa, unga bazukadan o't ochib javob ber. Eng muhimi, hatto sog' joying qolmasa ham hech qachon mag'lubiyatni tan olma. Har doim g'alabang haqida gapir. Har doim. Men har doim g'alaba qozonaman. Hatto yutqazganimni aytishsa ham uni g'alabaga aylantiraman. To'g'rizda o'tirgan suhbatdoshingiz yoki do'stingiz siz haqingizda nima deb o'ylashini bilmoqchi bo'lsangiz, unga faqat bitta savol. Istalgan paytda hammasi chipakka chiqadi. Agar sizni sportga chaqiradigan do'stingiz bo'lsa yoki Seni yiqitadigan narsa dushmaning emas, ichingdagi kibrdir. Bilasanmi kibr nima? Bu o'zini hamma narsaga loyiq deb bilib, aslida hech narsaga ega bo'lmaslikdir. Inson qancha ovchilarga rozi. umringizda ilk bora o'ynagan hali qizing zo'r bo'ladi, shu bo'lmadi, og'ir mehnat qo'nadi, Balki kimnidir duosida shunchalik chuqur yo'limizni biza odam O'ylar haqida yosh bola o'tmish o'tmishda qoldi. o'zini boshqara olmagan odam bir qizni sevardim. Po'xiymas. Hamma baribir o'qishib yotdi. Sen o'pasan. Katta bo'lganimda san uylanaman. Nima? Agar siz kimgadir har kuni tarsaki ursangiz u bir kun urmasangiz, u sizga rahmat aytadi. Agar kimgadir har kuni $1 bersangiz u bir kuni bermasangiz, u sizdan nafratlanadi. Itni haddan ortiq to'ydirib yubormaslik, insonga esa haddan ortiq yaxshilik qilmaslik kerak. Agar siz To'xta. Meni tanidingmi? Men sening vijdoningman, toshga aylanib boryapman. Bog' bor edi. Dunyo qarashimizni kengaytirdik. Smitlarmi? AQSh prezidenti Donald Tramp Qo'shma Shtatlar Hormuz bo'g'ozi zudlik bilan Ibrohimovich Miyeviyetdi. Mandan edit uchun bloger. Dostoyevskiy. Jinoyat va jazo. O'zi Babnik erkaklarni gapirib chiqqan videoyimni 99% erkaklar tasdiqlashdi va bitta kommentga ko'zim tushib qoldi. Hayotning Eron bilan singdam nima qilib yuribdi? Ha, afsuslanaman. Bu yerga kelganimda Я покажу тебе, что такое ловишь. Ты танцуешь, как Дженнифер Лопес. Твои большие таланты сторис. Я смотрю их, я твой фанат. Твои глаза красивые, карие. Я пишу тебе A person who thinks all the time has nothing to think about except thought.
ishlash uchun tug'ilmaganman. Sevgi, baxt, izdan qolish uchun. Orzulardan kechishga majburlar hayot. Chunki ular Toshkentda endi ayrim yigitlar eriga beriladi. Ikkita narsa yodingizda bo'lib, ikkita narsani unutishingiz kerak ekan. Birinchisi yaratgan, ya'ni Allohni doim o'ylab. Instagram o'chirib tashlamaguningizcha sizda hech qanaqa rivojlanish bo'lmaydi. Você foi golpe baixo, amor pequeno. Assalomu alaykum, jigarlar. Men bormayman. Uyda o'tiribman. Днем рождения. Mой друг. Yomg'irda tanla. Rouba meu coração, vai quicando, vai jogando, não perde a razão, no batidão, só por a tentação. Ela desce, ela sobe, acompanha a pressão. Rouba meu coração, vai quicando, vai jogando, não perde a razão. Sinfdoshlarmi? Yo xudoyim. Ular mendagi ilk travmalardan biri. Boshlanishiga hammasi iliq va yorqin boshlanadi. Ammo katta sinfga o'tganingdan keyin aslida ulardan hech qanday yaqin do'st chiqmasligini tushunib olasan. Hayot dramasi.